Rossiyada ham, O'zbekistonda ham ishonchim komilki, tashqi sharoitlarga kamroq bog'liq va oldindan bashorat qilish oson bo'lgan transport infratuzilmasi va tizimini yaratish kerakligi haqida umumiy fikr mavjud. Shu sababli multimodal tashishlar, bojxonani raqamlashtirish, yangi logistika markazlari, omborxonalar va turli xil tarqatish hublarini yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ustuvor yo'nalishlarga to'xtaladigan bo'lsak, men bir nechta yo'laklarni tilga olgan bo'lardim. Shubhasiz, bulardan biri shimol-janub yo'lagi. Bu bizning strategik yo'nalishimizdir. U logistikani diversifikatsiya qilish va janubiy portlarga yanada ishonchliroq chiqish imkonini beradi. Ikkinchidan, Qozog'iston bilan yo'nalishlarni mustahkamlash, ya'ni birinchi navbatda ularning o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish. Rossiya va Qozog'iston orasida O'zbekiston va boshqa mamlakatlardagi hamkorlar bilan birgalikda bu yo'nalishda faol ishlar olib borilmoqda. Uchinchidan, O'zbekistondagi yangi markazlar, jumladan Rossiyaning elektron savdo platformalari loyihalari negizida multimodal logistikani rivojlantirishni alohida ta'kidlagan bo'lardim. To'rtinchidan, kelajakka nazar tashlab, Transafg'on yo'lagining tobora ko'proq muhokama qilinayotganini qayd etmoqchiman. Agar u haqiqatan ham rejalashtirilganidek ishga tushsa, bu mubolag'asiz aytganda, mintaqaning butun logistika xaritasini tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin. O'zbekiston ham, Rossiya ham Pokiston portlariga to'g'ridan-to'g'ri chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. U yerdan esa Hindiston, Shri-Lanka va Janubiy Osiyoning boshqa mamlakatlari qo'l uzatsa yetgudek deydigan masofada bo'ladi.